o'qiyapsiz? O'qiganim yo'q hali. Men savol beraman, siz javob berasiz. Ishda ko'proq asabingiz buziladimi yoki men ko'proq asabingizni buzamanmi? 50-50. Hayotingizni men siz tasavvur qila olasizmi? Shu endi hayotimda 05 baklashga bo'lmasa hech narsa o'zim. Bo'lmasa kamda. Senga hujumga o'tyapti orqadan. Qilayotgan ishingiz mustahkammi yoki menga bo'lgan sadoqatingizmi? Buncha ko'p o'ylandingiz? Men har tomonlama mukammal. Bitta sizga rahm qildim. Keyingisi. Pulsizlikka chidamlimisiz yoki mansizlikka? Men har tomonlama mukammal. Hamma savoldan bunaqa yengil qutulib ketaman deb o'ylamang, bitta o'ylab yursa. Bunday qiyin savollar. Pulsizlikka chidamlimisiz, mansizlikka dedim. Pulsizlikka chidamliman. Men ko'p gapiramanmi yoki eshitamanmi? Sen ko'p gapirasan. Eshitaman-ku. Haligacha menga nimani o'rgata olmagansiz? Kam gapirishdi. Bundan oldingi savolim hozir ko'p gapirish haqida bo'lmaganda boshqa narsa edi. Xo'p, boshqa narsa. Fikrlashdi. Mendan maslahat so'raganlaringiz esingizdan chiqib qoldimi? Bo'yindan o'sha brachka edi mendan o'g'lim. Qaramay savolga. Qaramay, nima deb o'ylabsiz? Urushib qolsak, bo'ldi, telefon qilmayman ham, SMS ham yozmayman degan vaqtlaringiz bo'lganmi? Sangami? Kimga bo'ladi boshqa? Sen bilan hech urushmaganmiz-ku. Urushib qolsak mabodo bo'ladimi? Agarda shunchalik darajada bo'ladigan bo'lsa, bo'lishi mumkin. Men Bo'lishi mumkinmi? telefon ham qilmayman, SMS ham yozmayman degan darajada kimlardir urushsam, men mana shu kechaman bo'laman. Bo'lishi mumkinmi shunaqa?